Burak kafesiga kiryapmiz. Bitta ko'raylik-chi, nima gap so'z ekan. Bizdan boshqa hech kim yo'q-ku? Burak kafesining ko'pchilik qimmat deydi. Men sizga ko'rsataman. Steak croissant 550 ming, 700 ming. Xo'p, mana kerakli men sizga kofe ko'rsataman. Kofelar narxi 30 ming, 25 ming. Kofelar qimmat emas. Hozir yana mana narsani ko'rsataman sizga. Burger 130 ming, 90 ming. Mana shu yerda narsani ko'rdim men. Pizzalar ham qimmat emas ekan. Iskandar kebab 90 ming. Normalniy menimcha, yana bilmadim. Toshkent City uchun normalniy choy. Choydan ko'ramiz 5 ming. 5 ming. Video bitta like boshlasangiz chiqmasin do'stlar. Sizlar uchun bizga xizmatda. 45 ming. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon deb kommentda qoldirib ketinglar do'stlar. Napitkada mana 15 ming. 15 ming, 15 ming, 15 ming. Yomon emas lekin. Like bo'lsa yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'pchilik narx-navoni bilolmasin, kira olmasdan qiynalib o'tiradi-yu. Mana shu insonlar ko'rsin.